Assalomu alaykum barchaga. Mening ismim Dr. Sultanbek. Men plastik jarroh bilaman. Hozirgi paytda Toshkent shahrida o'z ishimni olib boryapman. Bugungi videoda otoplastika haqida gaplashamiz. Ya'ni ko'pchilik beradigan savollarga javob beraman. Bu operatsiya qanaqa o'tkaziladi? Operatsiyadan keyin nima kutish mumkin? Qaysi yoshdan bu operatsiyani o'tkazish mumkin? Demak, otoplastika bu nima? Bu quloq formasini o'zgartirish. Ko'pincha bo'ladigan vaziyat bu shalpon quloq, ya'ni rus tilida aytilsa, lopoухость, ya'ni quloqni oldiga qarab ko'proq ko'rinib turgani. Bu quloqni tog'ayini qayrilishi rivojlanmagani uchun bo'ladigan vaziyat. Bu vaziyat ko'pincha tug'ma bo'ladi. Bu bolalikdan ko'rinishi mumkin yoki yoshi o'tgan sayin ko'proq bilinadigan bo'lishi mumkin va ko'pchilik bu shalpon quloqni sochlar tagida yashirib yuradi va otoplastika operatsiyasi 6-7 yoshdan boshlab o'tkazilsa bo'ladi, lekin 6-7 yoshdan 13-14 yoshgacha bu faqatgina umumiy narkoz, ya'ni patsient uxlatilishi kerak bo'ladi. 13-14 yoshdan keyin buni hamma kishi uchun mahalliy narkozni, ya'ni uxlatmasdan o'tkazsa bo'ladi. Eng asosiysi patsient umumiy salomatligi va patsientning o'zini xohishi bo'lishi kerak operatsiya uchun. Operatsiya davomiyligi o'rtacha 1 soatdan 2 soatgacha bo'lishi mumkin agar ikki tarafni. Operatsiya qanaqa o'tkaziladi? Birinchi navbatda quloqni orqa tarafiga og'riqsizlantiruvchi ukol qilinadi. Keyinchalik skalpel bilan, ya'ni pichoq bilan kesiladi kerakli darajada, uzunligida. Shu bilan tog'ay taraf ichkari kiramiz. Undan keyin tog'ayni kesish kerak bo'ladi yoki faqat o'zini qayirish kerak bo'ladi va holatiga qarab ichki tarafdan ip qo'yiladi. Uni qayirib turadigan yoki qo'yilmasligi ham mumkin. Operatsiya iplar qo'yilib bo'lgandan keyin terni kosmetik cho'q joylashadi, ya'ni terida hech qanaqa chandiq bilinmasligi uchun. Va shu bilan operatsiya tugaydi. Tikuvlar, ya'ni cho'qlar quloqning orqa tarafida joylashgan bo'lgani uchun hech qanaqa chandiq bilinmaydi. Operatsiyadan keyin yarim soat, 1 soatdan keyin uyga ketish mumkin, faqat ertasi kuni kelib ko'rsatish kerak bo'ladi. Operatsiyadan keyingi 1-2 kunda og'riq bo'lishi mumkin, ya'ni diskomfort bo'lishi mumkin, lekin operatsiya paytida og'riq bo'lmaydi. Buni og'riq bo'lishi bo'lmasligi ko'pincha shalpon quloqlikning darajasiga bog'liq va patsientning yoshiga bog'liq. Chunki yosh o'tgan sayin quloq qotadi, ya'ni tog'ayda kalsiy yig'ila boshlaydi. Shuning uchun u qattiqroq bo'lishi mumkin. Agarda qattiqroq bo'ladigan bo'lsa, og'riq nisbatan ko'proq bo'lishi mumkin, 13-14 yoshda qilinganda. E'tibor berish kerak bo'lgan e'tiborli jihatlar: operatsiyadan keyin 2 hafta korset, ya'ni bandaj taqib yurish kerak bo'ladi, chunki quloqning ustida nimadir bosib turish kerak va 2 haftadan keyin, ya'ni faqat kechasi uxlaganda yana 2 hafta taqib yurish kerak bo'ladi. Quloqning orqasidan qo'yilgan tikuvlar, ya'ni cho'qlar 2 haftadan keyin olib tashlanadi va ungacha quloq orqasini tikilgan joyini обработка, ya'ni dezrassor bilan tozalab turish kerak. Oxirida eng ko'p beriladigan savollar: og'riydimi? Yo'q, operatsiya paytida og'rimaydi. Lekin operatsiyadan keyin noqulaylik, diskomfort bo'lishi mumkin. Keyingi savol: quloq ishqalanib boshga yopishib qolmaydimi? Yo'q, buni bartaraf qilish mumkin, ya'ni quloqni yopishmasdan ham qilsa bo'ladi. Boshida operatsiyadan keyin quloq yopishib qolganda bo'lib turishi mumkin, lekin korsetni, ya'ni bandajni yechgandan keyin u ozgina qo'yib yuboradi va formasi baribir o'zgaradi. Iz qoladimi? Yo'q, izi qolmaydi. Orqa tarafdan kesilgani uchun oldingi tarafdan, yon atrofdan qarasangiz hech qanaqa operatsiya bo'lganligi sezilmaydi. Plastika yuqori qoniqish darajasiga ega operatsiya hisoblanadi. Shuning uchun 99% patsient operatsiyadan keyin juda ham xursand bo'ladi, chunki bular quloqni yashib yurish kerak emas bo'ladi va uyalish kerak emas bo'ladi. Shuning uchun agarda konsultatsiya kerak bo'lsa yoki operatsiya o'tkazmoqchi bo'lsangiz, pastdagi raqam bo'yicha murojaat qilishingiz mumkin. Telegram, WhatsApp va albatta Instagram orqali va albatta kommentariy qoldirish va obuna bo'lishni unutmang. E'tiboringiz uchun rahmat.